ayrim tadbirkorlarimiz soliq qo'mitasidan norozi. Lekin men ularni fikrlariga qo'shilmayman. Siz bunda o'ylab ko'ring. Soliq qo'mitasi bitta bo'lsa, lekin sizga o'xshagan, menga o'xshagan tadbirkorlar mingta. Qaysi birimizga kelib ular tushuntirib berish kerak. Bitta tadbirkorimiz shunaqa deyaptilar-ki, soliq qo'mitasi kelsin, tushuntirib bersin, qanaqa qilib kirgizish deydi. Agar siz tushunmagan bo'lsangiz, marhamat, soliq qo'mitasiga borsangiz, u yerda biriktirilgan xodimlar bo'ladi, sizga tushuntirib beradi. Ular kelib sizga tushuntirib bermaydi. Siz ham uni o'rniga o'zingiz qo'yib ko'ring. U bitta, lekin bizga o'xshagan tadbirkorlar million, qaysi birimizga ko'nglimizga qarasa ular ham. Ularning ham ishi ko'p. Bitta markirovka yo'nalishi bo'yicha ular xizmat ko'rsatmaydi. Boshqa yo'nalish bo'yicha ham xizmatlari bor. NDS yo'nalishi bo'yicha, tushumlar yo'nalishi bo'yicha, jismoniy shaxslar bilan juda ham yo'nalishlari juda ko'p. Misol uchun, men siz tomon emasman, men soliq qo'mitasi ham tomonidan emasman men. Men o'rtadagi palla sifatida tangani ikki tomonini qaragan holda men xulosa qilyapman. Shuning uchun siz o'rganmoqchi bo'lsangiz, yo qarorlarni ochib o'qing, yo bo'lmasam soliq qo'mitasiga borgan holatda mana shu markirovkasini so'rab kelishingiz mumkin. Agar shunday ham erinadigan bo'lsangiz, meni xizmatlarimdan foydalaning, shartnoma asosida pul o'tkazma yo'li bilan meni xizmatimga pul o'tkazib berasiz va mana shu markirovka yo'nalishi bo'yicha men sizga tizimlashtirib beraman. Bemalol ishingizni davom ettirishingiz mumkin va faoliyatingizdan kelib chiqqan holatda sizga xulosa beraman. Qanaqa yo'lda ketyapsiz? Qanaqa faoliyatingizni olib borishingiz kerak? Qanaqa faoliyatingizni olib boryapsiz? To'g'rimi, noto'g'rimi? Mana shu xizmatlarim mavjud. Bemalol men bilan aloqaga chiqing. Meni xizmatlarimdan foydalanishingiz mumkin. Pastki raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Agar xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki telefon qilib savol javob bo'ladigan bo'lsa, yo'q. Bizda unaqa xizmat yo'q. Shartnoma asosida siz bilan xizmat ko'rsatishimiz mumkin. Markirovkaga loqadsizlik qilmang aslo.